Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana azoblash xizmati 2. Bu safar rosa kommentariyalarni o'qib xursand bo'ldim, to'g'risi. Juda ham ijobiy, pozitivniy, hamma yoqdi. Yana boshqa qilinglar deyishdi. Shuning uchun yana Xavsakadan 40 minut sotib oldim. Xudo xolasa vaqtimiz bor, taymni qaranglar. Bu safar sal boshqacha bo'ladi. Qanaqa desanglar, bitta mana azoblash anisi o'tiribdi. Mana bola. Ke. Tanimaganlar uchun dash tanimay qo'yaveringlar. Sal Reklama bo'lib qoladi. sal gnida bo'ladi. Bu akalar tomoq olyapti, o'shanga tabletka og'izda narkotik shimi o'tiribdi deb o'ylamanglar. Tomoq olayotganiga shimi o'tiribman, yomon qizarib ketdi. Kasal bo'lishlariga qaramay iltimos qilsam yo'qdimanlar. Tarif demaylik. Bu safar sal boshqacha qilinyapti. Kommentariyada yozib qolibdi, qizlar yaxshi inson. Har bitta kulganlaringga shokkerni udarini, tok udarini bittadan kuchaytiringlar deyishibdi. Ana ko'ryapti. Ko'rishinglar mumkinmi? Bera hozir beradi. Mana 0-1 turibdi. Har bitta kulganimizda bittadan urinni qo'shaveradi. Bu degani yo'qmi? Bu kimniki? Hey! Meniki ekan. Sizniki deb nima Ich qoraligida qaranglar Bu buni. Shahzod akaniki mana. Bashara ham kursima kutmadim. Men ochilib ham ketdi. Voy. Kutmagandim men. Nomiga qo'yib olgan ekansizda? Yo'q. Hayolsiz. Hayır. Da. Yo'q deyapman. Videoni ko'rishdan oldin albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar iltimos. 90% ko'rib turibman, obuna bo'lmagan menga bor. Uyat emas. Juda ham uyatda. Uyat emasmi? Akalar, video sizlarga yoqayotgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar, kichkinagina komment deb yozib qo'yinglar. Hatto bir nima yozib qo'yinglar, nima bo'lsa ham, rangmi? Bizga u motivatsiya bu narsa. Ha, shuni Hamma ijodkorga bu narsa juda katta motivatsiya bo'ladi. Videoni zo'rlari, qimmatlari, mana bunaqa shoker, boshqa narsa, har xil narsalar o'ylab topamiz, xudo xolisa. to'ppa-to'g'ri. Sizlardan faqat podpiska, like, kommentdan bitta. Da boshladik. Bu da искусственный интеллект. Bilmadim. Voy, ketdi. Ha, nima keragi bor ishlatib shansimiz ana. Men yurmadim. Sotilganmisan? Hali ham urmadim. Nima bo'ldi? Yo'qda birga yurib ketaveramiz. Ikki qildim endi. Скоростdan kupeda biling kulish xavfli endi. Titanik bu. Bitta oyog'ini qo'yib Urmayapsan bunga? urdi. Voy, ko'tarildimi? Nechi bo'ldi o'sha? 3mi? Voy, menda 2 mi? O yaxshi, menda 2. Ay bo'ldi bu. Bitta. Baxtingizga bu videoni ko'rib qo'ygan ekanman men. Tushunmaganlarga. Tushunadi. Hamma tushuntirishni qarang. O'tda bir Uy, onasini yemsan. voy. Uryaptim sizga. Ketdi. Urdi. qoldi. Yo'q, qoldi. U balada qutqarmoqchi edi-da. Voy, uni battar o'ldirdi-yu. Ometda uni hatta endi javob. Voy, basharasi. Voy, betiga urib qo'ygan. ABS tormoz bo'lsa ekan aka. Nexus kilo shuna tormoz beradi. Siz qaydan bilasiz? Ana u tayyor turibdi, bo'ldi, kuldiravermang. Ur deydi hozir keyin menga kulganimdan keyin. O'l ahmoq. Voy, yomon debdi. Nimaga mana shu anaqadan qo'rqadi? Botiringda, ha? Hamma o'sha qo'rqadi. Sakrab ketadi. Onasini yemsan.
Necha bo'lib ketdi? Men yomon uryapti bori. Voy, to'rtga chiqib qoldikmi? Voy. Olib ketaram. O'ldi. Ana o'ziga qildi qilgan ishini. Voy. Guard Chihuahua on duty. Bu podvorka ekan ancha. Men kulman bu udivlение bu. Voy bu baş yomon bo'lib ketdi. Buni qarang aka. 5 ta bo'ldi, ha? Darago dinlik deyapti-da, ana birinchida kirib Shunaqa ketgan. muzika boshlandimi? Endi deydi-da. Yo, qo'ying. O'tgan galgi anaqaga tushmayman men yana. Voy! 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 Men roziman. Voy! Ya böyle bitta urish kerak. 3 marta urilyapti menga. Yo, voy, o'tkazing buni. Voy, Sharbanda o'zi yozganmi? Voy, o'zi ham yozib qo'yibdi. Nuri odamlar selam alaydi. Selam alaydi. Nima qilibdi? Chiroylikkina bitta juvon. Oydekkina. Ha. Bu anaqasi yo'q. Yo, bitta anaqaga anaqa kulib olaylik, yedik bo'ldi. Bu cashback ishlatib olaylik. Voy, terlab ketdim to'kir urgandim. Frank in the ladies' room. Bu hozir brat deysizlarmi? Yo'q. Frankie Madad deydi-yu, Ha. ko'ruvdi-ku. Sizlarmi? Ana yoqib Hindistondan o'qib kelgan bo'lardi. Hindistonda yoqib boradi-yu. Anaqa o'liklarni. Hop. Birla ko'rmadingmi? Yo'q, menimcha. Hamda tushunmaysiz. Men eslolmayapman. Hey ladies. What for more exciting videos, please? Roberto'lar ekani bular. Voy. Hop, normalni ketdi. Ha. Voy. Ha, bratni qarang, gift. Ahmoq. Yana borib o'qiyman. O'zingiz qildingiz. Ko'rdingizmi? Ha, bundoq qilib uchib ketdi. Yo, men jonim kam qoldi. To'xtab turing, men. Menikichi bir 7 bo'lib ketdi. Yo'q, qo'lim uzilcha. Kerigiga ishlating. Respekt, короче, mana shu gayiga. Meni to'xtatib, sen uyqung kelyapti dedi. Sen 1 soat mana shu yerda uxla dedi. Kamiga somsa bilan kola olib kelib berdi. Yana odam borib Malades. Moshunga aytdi. Bunaqasi bo'lmagan. Gap yo'q, Respekt. respekt. Uran nomeri. Ha gayni Strafka nomeri. solishibdimi? Intimaga yeldi mekinga jetmay. Bespredel deydi. Kunda bo'lsa, Uran ko'tine qo'yib qo'yadi. Nega olsin hozir qo'sta? Dal o'say. Voy, bu kamera ekan aka. Bizda Nexus3lar turadi-yu. O'zini oldiga qo'yib olgan. Ha, qo'yib olgan vaqtdan ko'rmay o'tib ketadi, o'shanda urar ekan. Voy, o'zbegim bechara. Voy. Voy, xulov olgin deb o'ylab bular. Ля ты крыса, а! Yomon. Yomon qilishdi. Ikkita somsa bilan bitta 05 kolaga Ha. 1 soat arendaga olib keladi. Xulov olgin deb kameraga voy, Ay, plaslar. bu juda yomon narsa lekin men bilmadim. Сейчас я произнесу несколько фраз. Послушай внимательно и запомни. Hop. Возьми немного денег на дорожку. Блин, прости, это мой косяк. Слушай, несу свой нос куда не следует. Лучше уйди с моей дороги. Ну и не скучно тебе одному дома торчать. Ну что, как вам этот рассказ? Что скажете о героине? Ну и что там у тебя? Давай, колись. Да, ребят, все в порядке. У меня есть план.
Короче, Nima bo'ladi? o'ta kulgili anaqa hazil faqat ruschada. Hamma narsani o'sha narkotik moddalarga taqavyapti. So'zlarning ma'nosi. Не скучно дома одному торчать, deb торчать deganda o'sha qotib qolgan shunaqa narsalarni anaqa qilyapti. Как тебе главная героиня deganda героинni anaqa qilyapti. Juda yomon. Только что ты hazil. услышал набор случайных, Черный никак не юмор связанных был. с другом фраз, и с тобой все хорошо. Можешь листать дальше. Если же ты видишь между ними связь, Aka ham bitta yomon narsa gapirdi lekin hozir. Agar men gapirgan gaplarimdan qanaqadir ma'no topmagan bo'lsang, senda hammasi yaxshi deyapti. Agar qanaqadir ma'no qidirib, birorta gaplarimdan qidirgan bo'lsang, senda problema bor deyapti. Narkomansan demoqchi-da. Или rushan yaxshi bilasan demoqchi. Bu kulishmas bu. Biz qayerdan bilamiz, ustoz? Ishqilib. Siz bog'lab tashladingiz hammasini bir-biriga. Men ikkita so'zni tushundim. Bilmadim. Dada. Dada rasm chizdim, qarang. Qanaqa rasm? Undan ko'ra normal ish qilsang bo'lmaydimi? Vo. Zafar. Uradimi o'zi? Kutgandim. Ota bobolarimiz qilgan ishni qildi biz. Yo, urma. Ha bo'lmadi. Qizlarga yoqaman juda qattiq. Chunki mashinamdan qimmat tanamdagi tatu. Eshitgansiz? Yaxshi ham tushunmay qoldim bor, o'shaning uchun kulmadim men. Tushunmadim men. Tasavvur qiling, kelajakda biz bunaqalarni shoirlarni yozib bunaqalarni nima stixlarni aytamiz-ku. Bittani Mubin Lolo bilan Massani qo'shig'ini, tekstini shunaqa qilib kelajakda. Sanda uzoq borsa qo'lingdagi tekin mandu. Yoqaman xuddi moshxo'rdagi qo'shilsa qatu. O'sha Voy, yo'q. ochga saniydigan bolaman-ku. Qizini orzusidagi yigit bo'laman-ku. Naturalniy bonkalarim qattu tanilgan-ku. Tasavvur qiling, kelajakda odamlar aytib yuribdi. Maktabda ertaga Massa bilan Mubin Loloni tatu qo'shig'ini, qattu qo'shig'ini yodlab, she'rini yodlab kelinglar. Uyga vazifa. 60 yoshsiz, nima aytganda? Ada, uylarda qanaqa ishlayotganingizni. La. Men o'sha. O't. Yaxshilab. Kelyapti. Ko'rdingizmi? Anaqa qilganimdan даже o'cham qopti. 2000 years later. Bo'ldi. Ma, Qo'ying 5 ga, bir bo'lib mana qol. 5 qo'ydim. Bitta ursin endi. Yo'q. Ursammi? Urdi. Pasaytirib. Nima bosasan? Voy. Siz urmay turgan ekan, Alloh ber. Voy. Yo, urdi, nimaga? Endi hozir urmay qoldi. Gender party degani anaqa bo'lajak farzandini polini aniqlash. Polini nima deydi? Jinsini. Jinsini aniqlash. Qiz bolami, o'g'il bolami? Ha. Boylarda qanaqa bo'ladi deb qo'yibdi. Qiz ekan. Agar qiz bo'lsa pushti, bola bo'lsa ko'k bo'ladi. Men hayron qoldiryapti meni. Sizni nima hayron qoldiradi? Meni hayron qoldirdi. 5, 4, 3, 2, Bu endi kambag'allarda. Siz ham hayron bo'lganingiz yo'q bunga? Men hayron bo'ldim. Bitta? Voy. Bundan keyin Sportzalga mani yoziladi, mushugim mana zalga mushugim. chiqishga qaror qildi deb. Shu nima, shu videodan keyinmi?
Yo, shu videodan keyin Vaysal bo'lgandan keyin. Zalga chiqamizmi aka? Ha. Qachon? Nima siz men obunachidan oldin Va'da bering mana, va'da. 5 oling. Birinchidan. Nima birinchidan? Просто birinchidan. Yo'q, bo'ldi. Yanvarda oyidan chiqish. Bo'ldi. Chiqmagan odam Nima? chiqmagan odam har kuni istoriyasi 1 million pul tarqatadi. Yo'q. Ana motivatsiya. 1-yanvardan bo'lmaydi, men ketib qolsam-chi. Yanvar oyidan aka, yanvardan kechib olmaymiz. Hamma masalan chet elga chiqish anaqalardan keyin bo'ldi. Хорошо. Ana guvoh mana. Uz. Bo'ldi shu. Qaysi yili? Ketdi. 25-yil. Yo, o'sha uzilib bo'lgandan keyin ketdingiz. Yag'ir. Bu juda yag'ir yumor. Voy. Bilmadim. Buni yeb qo'yishmaganmi kommentariyada buni? Cashback получается. Mashina ochmayli. Voy, o'zi tushunib olishsin, obunachilarning o'zi. Mayli. Voy, yomon yumor bo'pti akalar. Juda Mana juda to'yimiz. o'ta vahshiy yumor. Hop, mana to'yimiz ham. Rost chiroyli o'tdi, lekin nimaga qora Malibuda yuradigan xoling o'g'li kelmadi. Voy! Nima menda bunaqa videolar aka? Tam bilaman, rekvizit tozalang bundoq. Tushundingizmi? Ha? Voy! O'sha kuni aytganda o'g'lam o'g'lidi. Voy! Brat ishga ketganda kelar endi. Endi o'zingiz tishdingiz endi, bola yomon tishdingiz endi, battar bo'ling. Shunaqa komment yozardim agar men bo'lgandim. Aha. Yaxshimisiz, siz. Happy man. Oo, bashara bir xil. Voy, baluvdi. Mujik. Brat, ribalga chiqib shunaqa xursand. Voy, aka. Mujik, mana deydi. Karet qarang. Magic'dagi vorlaqatga qarayapti deydi. Qo'y. Ommalashib borayotgan yig'im mavzusi bo'lmasa, yana ikkisi. Nima qilayman shunaqa video qo'ygandan keyin? Naborot ko'rib sal uyalar. Shame bro. O'zi aka bizni azoblayapti bunaqa video bilan. Nima qilay? Не бойтесь, вы это нет ничего Nичего страшного. Или страшный ситуация ko'rsatadi hozir. Voy! Maniga o'm bo'lib ketdimi? Voy! Еще один страх в копилку deydi. Mana Yaponiyalar shekilli shunaqa isqirt bir anaqa shoular bor ularda. MRTning ichida sizga hech narsa bo'lmaydi deb babul o'tiribdi. Ay deb. Yaxshini tishi shloqqa tushib kelmadi anaqasi bor. Urmayapti deb urishingni qara. Yaxshilab bosish kerak. 100 nechidir 102 yoshli babuli anaqani nima edi? Tortda hut flyuva laqqa tilib chiqib keldi. O'sha prikol to'xta. Hali o'tkazmadik. Voy! Sigaretam so'raymanmi? Chakmayman o'li. Brat endi. Uring. Zo'r lekin yomon qildilar. Voy! Brat aldadi. Qarab turdi. Voy, rulda ketdi.
Bu tomondan ha. Voy, bagajdan tushib Voy, yomon yaptı o'zi. O'zing bagajdan ham chiqib ketdi. Yomon qo'rqitishayapti. Ay, nechi bo'ldi? Voy, qo'yay. Bo'ldi, men boryapti. Nechi ko'tarmayapti. Lekin bu juda qiyinchilik ekan. Voy! Voy, 4 ta odam olyapti. Taksida tushib keladimi? O'sha. Bunga emas. Voy, bunga urish kerak emas, Umar. Tigidan chiqib keldi. Yo'q, men ko'rdim. Bitta videoda. Bo'ldi. Qomati Qulushakdan chiqib keladimi endi? Shunaqa qilish kerak edi. Taksida chiqib kelish kerak edi, og'ri-og'ri. Na Qulushak ichidan qo'li chiqib, barmog'i chiqib. Voy, bilan. Sizga qaysi bolasini yoqadi? O'zimga yigitimga yoqadi. Ismi nima? Abdulaziz. Mana shu videoni Abdulaziz Abdulaziz. Ultraga jo'natdi. Qani yozmabdimi? O'zi yozmabdi. Abdulaziz trenddan olib ketibsiz. Atmetkami? Voy. Natural, ha? Natural deydi. Natural deydi. Ana, belgilab qo'ydim ultrani. O ishtilik? Haqqa o'tib ketibsiz. Sizga qaysi Belgilab qo'y. O A просто Abdulazizmidi? Ha. Ketdi. Abdulaziz. Yetimga yoqadi dedi. Emas. Nimasi? Ismi dedi. To'g'ri o'qib oling bu. Keldi, artistlar keldi, hamma keldi. Skit qilib bersak, ular o'shanga bizani reklama qilib berar ekanda. Storiesga. Skitka qilib bera olmayman. Yangi ochilganmiz. Ha, skitka yo'q, ya'ni. Hozir bittadan sen hisoblab beraman sizga. Korotga yazdi. 3000 bir 10 ming dollarlik odam keldi-da hozir shu yerga. Sizlarga. Qanaqa ma'noda? Reklamli proyektlar bilan shunaqa pul turadi. Biz endi reality show bilan keldik. Hisoblab ham berdim. Просто так Instagramga qo'yib beradigan misolingiz 2000, 3000 qo'yib bersa ham, u yerda 10 ming dollar pul bor edi-da. Buni bekitadigan joyi yo'q edi. Masalan, o'sha odam menga chiqsa, necha pul kelib ketadi Jizzaxga, Aslisan reklamasi. Men so'rayman, nimaga aylantirasan? Efirga. 50 ming dollar bo'ladi 1 yilga. Akajon, bizda narx standart narxlarimiz bor. Oilaviy xonalarimiz bor 1 milliondan. Keyin standart xonalar 2 kishiligimiz 600 ming, keyin 3 kishiligimiz 900 ming. Nima qimmat? Bitta sabab. Odam boshiga 300 ming ekanda odam boshiga shunaqa deyapsizmi? Sirraz atmen bu joy gaplashmay o'tirilmaydi. Juda qimmat edi. Yo, qimmat. 300 ming. Yo, bir tomondan maylimi gapirsan? Yo. Gapirasiz? Kerak emas deysiz. Yo, bir tomondan aka mehmonxonani anaqa yurg'izib turgan menejermi kimdir juda ham bir современный odam emas ekan. Chunki rostdan aka mana bular istoriyasini ko'radi, to'g'rimi? Bitta xonani bersa, u nima bari bo'sh turgan xonada. Endi bunaqa ko'p, masalan, tushunmaydigan, sifrovoy reklamani tushunmaydigan. Просто qaysidir shaharda bo'lsa, bular o'sha joyga fanatlar boradi-da, masalan, mana shu gostinitsa kelinglar zo'ragan desa, ishonib hamma boradi. Bilmadim, noto'g'ri ish qilishibdi. To'g'ri, bular ham 300 ming qimmat deyishyapti. Bu ham endi bilmadim qanaqa. Ili balkim patteksdan kesib olingandir. Balki attelab qilingandir. Balki bu anaqadir-da. Biz to'lig'ini ko'rmasdan xulosa qilmaylik. Albatta. Men o'zim fikrimni aytdim, ustoz. Like bosib chaqiraylik. Nima qiladi? Voy, bitta qarang. Voy, mana shunaqa baliq tushirardim lekin. Uni choymi? Turistik choy ekan. Turistik choy. Voy, mana buni qarang. Bu qanday taymingda olib keldim, men tushunmadim. По-моему, Чисто suv juda ko'p bo'layotgani bo'lgani hisobiga qani yana bitta o'xshab qolardim qayta qilishga. Yomon lekin. Voy, bu taymingni ushlash. Sindirib yoribdi. Nima bu? Kabak, kabachuk. Voy, otib yordi.
Yoqtirmayapti. Yana yutib oldim shuni. Ha. Tamam, shunga omadi kelyapti faqat. 3 ta yana. 3 ta o'sha. Kim oldi bechara? Bechara omadsiz ekan. Shu chiqdi. Nima bu? Kabakmi? Kabajak Uryapti mana. o'sha. Yana o'sha keldi. Ko'p keldi o'shandan. Bechara bola. Ana gapingiz bor edi. Kechqurungi 2 dagi motivatsiya. Motivatsiya kelib qoladigan, xulovatga paytda. Tazor qilib hammada bo'ladi. Kechqurun uxlashni oldi. Bo'ldi. Bo'ldi, ertadan zalga chiqaman deb. Aha. Rahmat. Nodda yaxshi edi lekin reaksiyasi. Nodda sraz urardi bu. Bilmayman nega unaqa Qayerda bo'ldi. bosyana? Uniki ularkin. Nimaga? Urdimi? Ha! Unda ishlayapti. Yo'q, qay. Soat kechqurun 1 deb motivatsiya. Deb mana o'ynalarga qarab ajmanalar qilib qoladi. Zot hammada bo'lsa kerak. O'ldirib yubordingiz mana bor. Tiqitish ovozi bor. Gap qaraydi, kommentda. Videoga olguncha ajratsa bo'lmaydi debdi. Voy. Mayli, brat omadingizni bersin. Aniq yutadi bu. Yutadi. Ha. Dabdalasini chiqarib tashladi. Yo'q, tushunmadim uni. Kameradagi ham tushunmadim, nimaga ajratmadi. Ha. Tilda sepib chiqib ketdi deydi. Yomon urdi lekin ha. Yomon urdi. Yomon ham gapmi? Yo'q qoldimi? Bu nima? Boshqa videoda olganmi? Montajmi? Qara kichkina yo'q qolyapti. Yo'q ketdi. Kim qara qarang.ได้ครับโอเคครับอยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมบอกได้นะครับผม Voy, вообще жесткий bo'lib ketdi bori. What flag is this? Qadariyo viloyati Yakkabog' tumanidaman. Yakkabog' nomeri 1. Yigit o'ldira so'ya qamallar chiqa. O'zbekiston buyuk davlat. O'zbekistonni alishmasman boshqa jahonga. O'zbekiston tengdir O'zbekistonga. What flag? Bitta boshqachasini ko'rgandim. Neymarni Qulog'imni kesdim. Qulog'imga sashayman. Voy. Ikkitani cho'qchidan o'tqizdimi? Voy. Voy, voy. Ay. Alisher Navoiy aka. Серьезный. Mana yozma qo'yibdi. Voy, o'qimabman. O'la shan. Voy, o'pka minus. O'lyapti. Nimadir kirib olgan. Nima kirishim? Ilon. Ha. Uy. Ha. Chaqsa nima bo'lardi? Вот как. Lamiga o'tganiga mujik, молодец. Voy, tasavvur qiling, uxlayotganingizda shunaqa narsa sodir bo'lishi mumkin. Qanday uxlaysiz? Qimirlaysiz. Ha? Qimirlab, tipirchilab tashlaysiz. Bu qimirlab. Yo'q, qanday odam tinch uxlalishi mumkin bunaqa narsa? Uxlab yotgan paytida kirib olgan. Voy, bildim. Keyingi uxlashlaringizchi. Yana kirib olsa-chi deb. Mana o'tib ketadi. Bitta shokovoy bo'ladi, o'tib ketadi. Boshqa ilojim yo'q.
Voy. Uchib popdi aka. Lekin maza qilyapti qo'shiq. Yana pochkani, sigaret pochkani orqasiga qarab, ana kamerada ko'rgandek Qanday qilib ana yaxshi bo'lyapti bu. Vo. Nima chekdingiz aka? Senga aytar so'zlarim bisyor. Orzularim faqat sen bilan. Bu brat o'zini oyog'iga qilib olganmi bu? Nima yigit? Nima ekan? Jonli yigitmi? Baxtlimisan. Vo. O'zim men bilan. Armonli yigit bu bratni o'zi точно. Cho'tirdi, nimadir neto deydi. Nimadir emas, ancha narsa. Vo. Birortasi o'rtag'iga yetganmi-ku? Qilib Ha bermadimi? Yo'q. Ber. Nega bu ishlamayapti? Ishlaydi men bosgan. Basharang kursa. Opqoch mana buni boskin desa. Voy! Bu Chang. Chali chang bo'ladimi aka? Voy, bulut emas bu. Yo'q. Mana Vashshi, qarang, yo'q. ko'rinmayapti hech narsa changdan. Ya tumanmi-ku? Yo'q, Yo'q, aka bunchalik changda odam o'lib qolsa kerak. Ana qarang, qaytayotganim, Tailanddan kelayotganim mana shunaqa bo'ladi bor. Voy, dahshat. Mana qarang, tepani qarang, qovonni tozaligini. Ha, bulutlar mana bu, ho? Tepada bulut. Ha, menimcha shunaqa. Voy, Yo'q, men Bishkek ekan aka. Bishkek smoke. Smoke changda? Smoke, ha. Yo'q, smoke tuman. Smoke tuman, по-моему. Smoke tutun degani o'zi inglizchada. Voy. Sochgandan beri? O'zi bitta. Men sigaretimdan so'rasang bitta o'zi demayman-ku. Bir marta so'ragan sigaretni minnat qilyapsanmi o'zi? Qo'y, men gapirmayman, minnatga kirib qolar hozir. Nima yeb qo'ygan joyim bor sanda? Gapir. O'tgan hafta obed qilgan kirganimizda o'zingga ovqat olmadingda, meni beshteksimni yeb o'tirding. Gapirmayapmanmi? Voy! Menga qara, o yoshligimizda maktabda metall olib yurganda uyimizga kelib traktor diskasini olib ketgansiz, o'sha minnat qilganim yo'q. Endi sen tanlaysan, qarab tur. Boshqadek holatda tug'ilgan kun yozgi ta'til. Nima bo'lgan ta'tilda? Nima bo'lgan? Endi eshit. Yurtga cho'milgan boramiz deganda, tursigim yo'q degansan, uydan bitta qizil tursik olib chiqib berganmanmi? Beraymi o'shani? Beraymi, yech beraymi? Qarang yuribsan, ha? Kerak emas men endi men. Menga qara, tug'ilgan kunim bo'lgan 7-sinfda esingdami? Hammasini doshi sovg'a olib kelgansan, quruq kelib tur, to'rtimdan yeb ketgansan. O'shani minnat qilganim yo'q. Sovg'a deganingga qara. Men tug'ilgan kunimda lazer olib berishgan yangi. O'shani bitta yoqay degansan. Menga berganman-ku, bitta yoqqansan. Gap yo'q. Yoshligimizda slansi chiqib ketganda uydan miqob chiqib berganman, qoqib olgansan. O'shani qanday minnat qilganim yo'q. Voy dani. Endi qara, o'ra bor-ku, mahallilar do'cha deydi. O'shani terib kelgansan yeydi. Uydan tuzni olib chiqqanmanmi? Mana qara. Kamerasi yozilgan ekan. Bir-biriga minnat qilib o'tiribdi, deytskilar. Men senga shuncha yaxshilik qilib, bir marta minnat qilmaganman-ku. Nima yaxshilik qiluvding? Esingda yo'qmi? Uyingda yong'oq qoqqan paytimiz o'zing cho'p olib kelganman. Bo'lmasa nimada qoqarding? Voy! Bular o'zicha minnat qilyapti degan narsani. Mana men bu sportda bormi? Hech nima deyapti. Faqat shaxsiy gapirishlarga to'g'ri keladi. To'g'ri-da. Namyoksiz bering shu gapni. Qanaqa namyoksiz? Qanaqa nima deyapsiz o'zi? Siz nima qilyapsiz? Reaksiya oluvdik esingizdami? Obbo. 40 minut degandingiz. 1 minut o'tib ketganda men indamay Voy, Toshkent bo'lib ketdi, aka. Bo'ldi, hozir ozgina. Agar IELTSdan 8 olsam, Amerikaga bora olamanmi? Agar bu yozishingizda Afrikaga ham bora olmaysiz. Bu maktabda umringiz faqat orqa partada o'tib ketganga o'xshaydi. IELTS so'zini yozishingizdan Qo'yapti bu bola. Kulliz aka. shu ingliz tilida faqat 6 sonni yaxshi ayta olsangiz kerak-a. Voy, o'g'li. Ingliz tilida faqat 6 sonini zo'r aytsangiz kerak edi, deyapti. Maslahatim sizga o'zbek tilidan bir necha IELTS topshiring, keyin yo'g'i bir gap bo'lar. Aka, yomon qildi. Aka, agar IELTSdan 8 olsamin, Amerikaga bora olmayman. Osaman Amerikaga bora olaman.
Короче emas. Qisqasi, kstati emas, aytmoqchi, вообще emas, umuman, почти emas, deyarli, chernovik emas. Kataring. Mash qizga obuna tashab qo'y. Mash qizni men reklama qilib berardim, lekin bor, Bounty mana mash qizga iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Молодец, shunaqa zo'r kontent chiqaribdi, men ishoning, zo'r kontent bor, mana shu bor. Молодец, ofaring. Lekin bitta chiqarib dedi darsida uyoqlar. Faqat yuzlari ekan. Faqat face ekan. Mana shu darsini ko'ringlar. Mana shunaqa bo'lish kerak. Mana shunaqa yozish kerak. Boshqa ombor. Makiyaj emas. Makiyaj? What? Makiyaj. Makiyaj. Pardoz, skvoznak emas, yelvizak. Nima? Yelvizak. Men bilmasdim skvoznak. Yelvizak deb yozish kerak emas, lekin shamol uryapti yoki shamol Sklad emas, ombor, prosta emas, shunchaki radio emas. Xo'sh, radioning o'zbekcha talqini qanday? What? Radio bo'lsa kerak? Yo'q. Samolyotda nima deydi? Voy. Parvoz etuvchi. Yo'q. Aeroportda nima deydi? Bilmadim. Yo'q. Samolyot tayyora, aeroport tayyoragoh. Voy, aka hech kim tushunmaydi. Yo'q, endi bu adabiy tilda. Abadiy. Ya endi aeroport desa bo'ladi, lekin aeroport desa sal neto'g'ri bo'ladi-da endi. Ketdik. O'rtoqlar, uzum tezkor. O'tiriyor brat. Spider-Man bu yo Человек-паук. Ko'chada uchib ketdi. Yana svidoforda ham to'xtamadi. Svidoforda to'xtamayapti. Yo, mayli aka. Ay! Men kulmadimmi? Gapirdingiz. Bu gapirdingiz. Ko'rib turibdi. Nafas oldingizmi deysiz aka? Aka most tepasidan uchib ketyapti aka. Most bor. Qara. Qara. Ikkita yo'l bor edi. Yo'q, Men dedim, rostdan uchyapti. O'sha bu odamga. Men qara do'mni qara. Uchib kelyapti. Ana. Voy, вообще gap yo'q-e. Yo, bu narsa bo'ladi aka menda ham. Anaqa GPS gina qilib qo'yganda. Yo'q, GPS emas. Приложение zakka mana shu oknoga kirib qo'yasiz. Boshqani unga kirib turib keyin bitta reski o'tasiz unga. Yo'lni ko'rsatib. Yo'ldan yosh keladi. Jurrat bo'lgandi menda ham. Yomon bilasizmi? Kichkina ko'chalarda sizda ichkariga kirib bo'lgansizda, ikkinchi lokatsiyaga borishingiz kerak, bitta lokatsiyani yoqsiz, bunday chiqarib beradi-da. To'g'riga yur, keyin o'ngga yur deysiz. To'g'riga yurib tursangiz, keyin teskari bo'ladi, lokatsiya biz noto'g'ri ketayotgan bo'lasiz. Bilmadik, eskisi bu. Hayron qolganman, vaqtida sigirimga o'zim bedab berganman. Yuragim to'ldi mani, bu qalbim o'ldi mani. Nima qilyapsan sen degandek bo'ldi. O'rta qotyapti. Yo, bejaga qara, bilin, shuni. Qaysidir Xitoy karusda ko'rdim shunaqa. Bitta qizga qilaman, bitta ursa, shalaqqa deb anaqa bo'lib ketadi. Orqada yosh bolaga basharasiga sanchirdi. Mana do'stlar, mana shu joyda sekin to'xtatdik. Vaqt. Voy, yana shu joyni topasizmi ana podcast. Donat qilsanglar, men ko'proq vaqtga harakat qilaman. Hozir. Do'stlar, yoqdi degan umiddaman, xudo xolasa. Bizning mehnatni, bizni azoblanishni qadriga yetib, iltimos qolardim, like bosib, obuna bo'lib, kommentariy ham yozib qo'ysanglar o'z fikrlaringni. Agar qanaqadir ideyalaring bo'lsa, unaqa qilib ko'ringlar, masalan. Qiziq ideyalar bo'lsa, не только shoker bilan, boshqacha ideyalar bo'lsa ham biz qilib ko'ramiz. Обязательно, faqat sizlardan поддержка kerak bo'ladi. Jallodni ham ko'rsatib qo'ying. Bu mana brachishga, mana bizni azoblagan. Reklama pul bermadi-ku. Hozir brachishga bu har doim bir nima desa, yo'q demasa, har doim shatda xizmatda bizni chopib turgan. Bir-ikki og'iz gapingiz bo'lsa, biz obunachilar xursand bo'lishardi, yo limit tugan. Yo'q, chotki hali bor, yana 30 sekund. Joninglar sog' bo'lsin akalar, rahmat kattakon. Tomosha qilganinglar uchun, like bosganinglar uchun, komment yozganinglar uchun va obuna bo'lganinglar uchun, qo'llab-quvvatlaganinglar uchun rahmat kattakon. Men xursandman. Rahmat aka, sizga ham taklif. Sizga ham rahmat aka. To'kurib o'zlarini majbur.
Hammaga rahmat, sog' bo'la, salomat bo'la. Sizlar bilan Shahzod aka UPG Gaming hamda IX bo'ldi.